14 shart risalatu da'vatin ila ijtima'in. Risalatu da'va degani taklifnoma degani, taklif xati, taklifnoma. Ila ijtima' yig'ilishga taklif xati. التاريخ 28 من شهر مايو عام 2025 إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة. Direktor kengashi a'zolari bo'lgan janoblarga, janob direktor kengashi a'zolariga, direktor kengashi a'zolari bo'lgan janoblarga deyapti. Al-mavzu, mavzu da'vatun li huduri ijtima'i majlisil idarati. Mavzu direktor kengashi yoki boshqaruv kengashi desa ham bo'ladi. Direktor emas, boshqaruv kengashi yig'ilishiga kelish, qatnashish uchun taklif. Boshqaruv, idarani boshqaruv desa yaxshigina. Direktor emas, boshqaruv kengashi, ya'ni boshqaruvchilar kengashida o'zi. Asli majlisul idara degani boshqaruvchilar kengashi. Hamma menejerlar, hamma boshliqlar keladigan yig'ilishda majlisul idara deydi. Shuning uchun ham boshqaruv kengashi deyapti. Boshqaruv kengashi yig'ilishiga qatnashish uchun taklif. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yusirruna, bizlarni huzur qiladi, da'vatukum, kelishingiz. Li huduri ijtima'i majlisil idarati al-muqarrari aqduhu yawm al-thulatha'i الخامس من شهر يونيو عام 2025 في تمام الساعة 3 مساء. شوية تقلمس لكن وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الشركة الرئيسية. yoki وذلك alladhi deb ma'no berib qo'shib olsak ham bo'ladi buni. Hop, unda qanday bo'ladi? Oxirdan kelamiz-da. Roisiydan boramiz. Bosh maqor, roisiy maqorga tegishli ekan. Shuning uchun korxonaning bosh binosi, korxonaning asosiy binosi, yoki asosiy qarorgoh, o'zi maqor qarorgoh degani. Bosh qarorgohi, korxonaning bosh qarorgohi desak bo'lmasa kerak. Korxonaning asosiy binosi katta majlislar zali, qoatun zal, katta majlislar zalida desa ham bo'ladi. Zalida masalan kech payt birinchi katta tepadan pastga tushamiz, nimani vaqtda deganda 2025-yil 10-iyun yawm al-thulatha deyapti. Seshanba kuni kech payt soat 6:00 da tamam 00 6:00 salisa ekan 3:00 da aqduhu debdi. Al-muqarrar aqduhu, bo'lishi muqarrar, belgilangan yoki tayinlangan boshqaruv kengashi yig'ilishiga qatnashish uchun sizlarni taklif qilish bizni xursand qiladi deyapti. Endi qaytarib qo'ying. Korxona bosh binosi katta majlislar zalida 2025-yil 10-iyun seshanba kuni kech payt soat 3:00 da bo'lishi tayinlangan, belgilangan boshqaruv kengashi yig'ilishiga qatnashish uchun sizlarni taklif qilish bizni xursand qiladi. سيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المرفق
المرفق المرفق مرفق بالسيارة المرفق والذي يتضمن مراجعة الأداء المالي للربع الثاني وخطة التطوير المستقبلية ومناقشة الاقتراحات المقدمة من اللجان الفرعية بالإضافة إلى بحث بعض المواضيع الطارئة التي تستدعي اتخاذ قرارات عاجلة Buna endi oxiridan ketsa ham bo'ladi, qiynalib o'tirmasdan. Qarorot ajila, ittihoz qarorot ajila. Tezkor qaror qabul qilishni talab qiladigan, tori'a degani favqulodda, kutilmagan holat, ba'zi kutilmagan holatlarni bahs qilish bilan birga yoki bahs qilishdan tashqari al-lajanul far'iyya degani tarmoq qo'mitalari degani. Tarmoq qo'mitalari al-lajan al-far'iyya, ya'ni shoxobchalar desa bo'ladi. Bizda filiallar degani, filial deganda filiallar tomonidan taqdim qilingan iqtirohat, takliflarni muhokama qilish va mustaqbaliya, kelajakdagi rivojlanish rejasi va ikkinchi chorak moliyaviy natijalarini murojaat, ko'rib chiqishni o'z ichiga oladigan ilova qilingan jadvalul a'mal, ishlar tartibini muhokama qilish, ishlar tartibi yig'ilish davomida muhokama qilinadi. Yig'ilishda shular muhokama qilinadi yoki yig'ilishdan boshida aytsa bo'ladi. Yig'ilish davomida deb turib, tezkor qarorlar qabul qilishni talab qiladigan ba'zi favqulodda holatlarni muhokama qilish bilan birga filiallar, tarmoq boshqaruvlari yoki filiallar, al-lajanul far'iyya, filiallar tomonidan yoki shoxobchalar tomonidan taqdim qilingan takliflarni muhokama qilish va kelajakdagi rivojlantirishni rejalashtirish va ikkinchi chorak moliyaviy natijalarini ko'rib chiqishni o'z ichiga oladigan ilova qilingan yoki taqdim qilingan ishlar jadvali muhokama qilinadi deyapti. Na'mulu huzurakum, umid qilamiz degani. Huzurakum, qatnashishingizni umid qilamiz. Va musharakatakumul fa'al, na'mulu huzurakum va musharakatakumul fa'alata fi hada al-ijtima' al-hammi. Shu yergacha bitta qilamiz. Va narju ta'kid al-huzuri abara al-barid al-elektroniyyi aw al-hatif al-murfi iktamkan telefon. Hatifni elektron pochtani aytayotgan-da.
أو الهاتف المرفقين أدناه في موعد أقصاه 5 من شهر يونيو عام 2025. birinchi qismini aytib olamiz. Bu muhim yig'ilishda faol ishtirok etishlaringizni va qatnashishlaringizni umid qilamiz va 2025-yil 5-iyungacha bo'lgan vaqtda adnahu bo'lgan vaqt aqsohu degani shu paytgacha degani, eng oxiri shu paytgacha degani. 2025-yil 5-iyungacha bo'lgan vaqtda adnahu quyida murfaqoyni quyida biriktirilgan, quyida keltirilgan hatif telefon nomeri yoki elektron pochta orqali qatnashishingizni ta'kidlab qo'yishingizni umid qilamiz. Qatnashaman deb aytib qo'yishingiz demoqchida. Qatnashishingizni ta'kidlab qo'yishingizni umid qilamiz. Shakirina ta'awunikum va natatalla'u ila liqa'ikum. Shakirina ta'awunakum sizlarning hamkorligingizga minnatdorchilik bildiramiz va sizlar bilan ko'rishishni sabrsizlik bilan kutib qolamiz. Xolis tahiyya va taqdir, samimiy